Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan terelaringiz bor, uy solyapsiz, kesishingiz kerak. Necha metrga kesish kerak? O'zi ustunliklar, to'sinliklar, strapilliklar necha metr bo'ladi? O'roza yog'ochlari necha metr bo'ladi? Yog'och olayotganda, uyga to'sinlik, strapillik olayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Shular haqida sizlar bilan gaplashib o'tmoqchimiz. Xo'p, qani bo'lmasam boshladik. O'zi teralar kesilayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi, tera yig'ilgandan keyin uni to'g'ri qiyshiligiga qaraladi. Agar to'g'ri joyi uzunroq bo'ladigan bo'lsa, tera purushlar 5 metrgacha kesishadi. Agar qiyshiq joyi bo'ladigan bo'lsa, 4 metr. Asosan bizning strapilliklarimiz 5 metr yo 4 metr bo'ladi. Endi bizda daraxtlar o'ta ko'proq qiyshiq o'sadi, shuning uchun ko'proq 4 metrlik bo'ladi. 5 metrliklar juda kam bo'ladi. Shuning uchun bozorda ham 5 metrlik to'sin strapillarimiz juda qimmatroq bo'ladi. Xo'p, endi demak daraxt yiqilgandan keyin 5 metr yo 4 metr qilib kesaverasizlar. Agar qiyshiq bo'ladigan bo'lsa, uni 5 emas, 4 emas, 3 metr qayerga qiyshiq bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdan kesaverasiz. 3 metrmi, 2,5 metrmi, 3,5 metrmi farqi yo'q. Kesilgandan keyin undan ko'proq material chiqadi. Agar 4 metr, 5 metrga kesib oladigan bo'lsangiz, ko'proq отходgacha ketadi. 2,5 metr, 3,5 metr hammasini joyi topilib qoladi. Pesh strapillarga ulasak bo'ladi. Chorchop o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Qo'yingki, o'sha 2,5-3,5 metrliklarda ham joyi topilaveradi. Endi juda ham ko'pchilik bozordan tera sotib olayotganda ko'proq to'rt qirrali narsalarga e'tibor berishadi. Qirrali narsa olaman deydi, to'rt burchak bo'lsin deydi. Lekin qirralilarda ham hammasi ham baquvvat bo'lmasligi mumkin. Sababi to'rt burchak bo'lib, ko'proq daraxtni o'rta qismidan, o'zak qismidan chiqadi. O'zak qismi yukni unaqa joy ko'p ko'tara olmaydi, sal mo'rtroq bo'ladi. Endi sal rep aralashgan, garbir aralashgan deb qo'yadi. O'shanaqasini oladigan bo'lsangiz, asosan suv yuradigan, baquvvat joyi, o'sayotgan joy bo'ladi. O'shalari sal baquvvat bo'ladi, yuk ko'tarishga ham yaxshi bo'ladi. Demak, o'zbek daraxtlari 5 metr yoki bo'lmasa 4 metr, agar qiyshiq bo'ladigan bo'lsa 3, 2,5 farqi yo'q, kesaverasiz ekan. Xo'p, endi uni 3 qismlariga keladigan bo'lsak, uni iloji boricha uzun qoldirgan ma'qul. Uzun qoldirsangiz, usta xolasa sorob qiladi, xolasa havon qiladi, xolasa ustun qiladi, kerak joyini o'zlari kesib ishlataveradi. Lekin albatta uni postlog'ini archib qo'yish kerak, sababi uzoqroq ketadi. Agar 3 qismi, 4 qismidan yarim metrdan qo'yib qo'ysangiz, yorilib ketmaslikda oldin olib beradi. Daraxtlar kesilgandan keyin o'ta issiqda ham qurut bo'lmaydi, yorilib ketishi mumkin. Ola-ko'lanka bo'ladigan bo'lsa, sekinroq, yaxshiroq, mahkamroq quriydi. Xo'p, qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumot berdik. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasiz, do'stlarga jo'natib qo'yasiz. Kamchiliklar bo'lsa sizlardan uzr so'raymiz. Izohlarda o'z fikringizni qoldirasizlar. Kanalda juda ham foydali videolar ko'p. Obuna bo'lishni unutmaysizlar. Barchalarga rahmat.